Hindiston olimlari Oy shariga chiqqan. Nemishqa Hindiston Oyga chiqqandan keyin butun dunyo sarasimga tushdi. Hukumat taraf sun'iy suvni bayqadoq deydi, lekin o'ylab beqing. Ozroq suv uchun mushundaq cho'ng shahar chiqish arzimda. Suv faqat bahona. Odamni haqiqiy bayram qildigini, suv qayerga uchirilgan? Suv ostida nima besilib qoldi? Hammamizga ma'lum 2023-yili 3. kuni ise Hindiston raketasi Oy shariga qo'ngan hamda dunyo bo'yicha tunji bo'lib Oy sharining janubiy qutbiga qo'ngan davlat bo'lib qolgan. Hindiston avatgan soliq ma'lumotlarda 3 xilda bayqash bor. Birinchisi u muzlar mangu quyosh nurini ko'gil bo'lmaydigan azgalning ostida 4 milliard yil yoshirilgan. Uning ichida zodi nim borligini hech kim bilmaydi. Ikkinchisi Oy shari to'pisidan qizilingan gungurt. Qoida bo'yicha aytgan chaqda mavjud bo'lmasi kerak edi. Chunki biz Oy sharini allaqachon o'lib ketdi, yanartog' bo'lishi mumkin emas deb qaraydik. Uchinchisi temperatura butunlay normal emas. Yer yuzi oftobda kuyib ketgan bo'lsa-mu, ammo 20 soatda ko'lgandan keyin bevosita muzdimi sovuq, temperatura farqi 60 gradus atrofida bo'lgan. Bu 3 normalsizlik birga kelib qolgan. Olimlar tuyuqsiz bir ishni Oy sharining odatdagi sun'iy amra bo'lmasdan necha milliard yil niqoblangan bexatarlik sandiq ekanligini his qilgan. U qarmoqqa oddiy kul rangli tuproq, amniyatda bir nozik loyilangan niqob. Hozir Hindiston dal mushu bexatarlik qulpini chiqish usulini topgan. Bu bexatarlik sandiqi Oy sharidagi eng xatarlik joy, ya'ni Janubiy qutbga uchirilgan. Janubiy qutbda nurg'unlagan meteorit azgallari bor. Olam paydo bo'lgandan tortib hozirgacha quyosh nuri bo'lmag'achqa yil bo'yi 0 dan tuvan 230 selsiy gradus bo'lib, yer sharining har qanday joyidan bunda sovuq o'rni topolmaysiz. Tegi ko'rinmaydigan azgal xuddi Oy sharining yadrosiga bevosita tutishilgan quduqqa o'xshaydi. Har qanday tekshirish asbobi tushib ketsa, asosan bas kelmas bo'lib qoldi. Amerika necha 10 yil tikilib turib qo'l silishga jur'at qilolmadi. Rossiyami qarab turgan. Davlatimiz tayyorlik qilyapti. Lekin hech kim birinchi bo'lib qo'l silishga jur'at qilolmagan. Hindiston Vikram qo'nish uskunasi Pragan Oy shari mashinasini elib bu mangulik qorong'ulikqa kirgan. Qo'ngan u bir necha minutda butun dunyo nafas olmagan. Chunki har qanday bir inchik hisoblash xatolik farqi tashvish asbobini bevosita keraksiz to'mirga aylantirib qo'ygan. Biroq Vikram yerga tushgan shu daqiqada o'yin qoidasi o'zgargan. O'yin qoidasi qanday o'zgardi? Gapni eng g'alati temperaturadan boshlaylik. Yer yuzi 50 selsiy gradusdan 10 sm tuvalasa 0 dan tuvan 10 selsiy gradusga tushgan. Bu zodi qanday ish? Chunki Oy shari tuproqi olam darajasidagi darajadan tashqari izolyator bo'lib, bu bir qavat to'pininki issiqlik to'sish iqtidori insonlar yasagan har qanday materialdan kuchlikan. Issiqlik tarqatmaydi ekan. Hammasi sirtqi qavatda to'silib qoldi ekan. Bu nimadan darak berdi? Oy sharining bu bir qavat to'pi bilan o'zining mahbiyatligini mahkam saqlaganligidan darak berdi. Lekin bu insonlarga g'oyat zo'r sovg'imi hisoblandi. Agar Oy shari bazasi qurilsa, hech qanday murakkab issiqlik tarqatish sistemasi ilg'anmagan bo'lsa-mu, faqat turalg'i bo'limchisini to'piga azroq ko'mib qo'ysizlar yoki Oy shari to'pisi bilan ustini yeb qo'ysizlar, tabiiy holatda haqsiz issiqlik saqlash quvvati hosil bo'ldi ekan. Uning ustiga bu to'pa olam radiatsiyasini to'sib qola oladi ekan. Tejab qolgan pol yana 10 necha qatim raketa qo'yib berish ketirgan. Oy shari o'zining usuli orqali insonlarga sizlar qilib qolsanglar bo'ladi. Men sizlarni qo'g'daydigan dobulg'i zavodni tayyorlab qo'ydim degandek qiladi. Lekin bu faqat qulupning mexanizmi. Bexatarlik sandiqqa zodi nima qashlangan? Plagan lazer miltiqini chiqarib zo'rlik kuch bilan yeyishga boshladi. Bu narsa lisp deb atildi ekan. Xizmat usuluna oid qo'pol bo'lib, lazer kuch bilan tog' jinislari va chang to'zonlarni bombardimon qilib, ko'zni yumib ochqicha moddani necha ming graduslik plazmaga aylantirdi ekan. Ondan uch qolgan nurni ta'liq qilish orqali tarkibiga hukm qilgan. Bu xuddi pul tashkilgich bilan pulni surak tatqanga o'xshaydi ekan. Ras yolg'onligi darhol oshkorlandi ekan. Lazer nuri bexatar sog'liqning birinchi qavatini ichishi bilan gungurt ilmitining spektr signali nihoyat aniq sakrab chiqqan. Hindiston boshqa tadqiqot tashkilotining nazorat qilish zali naq maydonda talash tortishib cho'mgan. Gungurt bo'lsa faqat kuchli yanartog', tog' portlash yoki geologik harakat jarayonida ko'p miqdorda paydo bo'lgan. Biroq Oy shari biz o'rgangan darslikka qarash bo'yicha 4 milliard 500 million yil ilgari butunlay sovib ketgan. Bu allaqachon qetib o'lik toshga aylanib ketgan tursa, nadin kelgan yanartog' bo'lsin. Bu xuddi siz azaldan o't yiqib boqmagan uyda yangi tamaki kulni bayqonga o'xshaydi. Birdan-bir tushuntirish shuki, bu uy kuyib bo'lib qolmay, yana ko'ygandimi ko'ygan. Faqat ba'zilar dalil isbotlarni yoshirib qo'ygan. Oy shari ilgari kuyib boqqan. Uning qaynagan ichki a'zolardan magma etilib chiqqan, yer posti yerilib ketgan. Undaqda u qanday o'lgan yoki u rostli butlay o'lib ketdimi? Lazer nuri mush yerningki ikkinchi qavatni davomli teshib, mush alyumin, titan, temir, kalsiy, magnez, selsiy, mangan qatorliqlarni orqa-orqadan bayqagan. Har bir qatim tashkilda davomli yangi ilmitlar paydo bo'lgan. Bu qandaqmi Oy shari bo'lsin? Buni bir olam boshqa laylab yurgan 5 xil metallar dukkini deyish kim
bo'ladi. Aliyumin birikma titan, aeroplan va alam uçqusini yasashdagi eng yuqori darajadagi material bo'lib, yenik ham besimga chidamli. Temir bilan qurol yoki qurilish ramkasini barpo qilib bo'ldi. Selsi, o'zak va qo'yish energiya taxtisiniki xam materiali. Hisoblab baqsaqlar qanchalik cho'ng bayqash kerakligini bilalaymiz. Hozir yer sharidan oy shariga 1 kilogramm yuk tashish uchun necha 10 ming, hatto necha 100 ming dollarlik raketa yiqilg'usini ko'ydirish to'g'ri keldi. Faqat yer sharidan bir kulishni opirish tannarxi yer sharida avtomobil sotib olishga yetadi. Agar xam material oyimizning ostida bo'lsa, oy sharida bevosita zavod qursa, oy sharining yerlik uskunalaridan foydalanib, uy, raketa yassa, to'shish tannarxi 0 bo'ladi degan gap. Bu holda oy shari insonlar boqadigan qarovul punkti bo'lmasdan, balki o'zini qamday oladigan olam boshqa sanoat rayoni bo'lib qoldi. Lekin bexatarlik sanduqidagi Prakam bilan Vikram maslashib tekshirish orqali oy sharining janubiy qutbidagi Mangu soy rayonidagi ozgalning ostiga haqiqatan nurg'un suv muzlarining yo'shirganligini aniqlagan. Faqat bu muzlarni ichishga emas, balki raketaga yiqilib qolishga ishlatamiz. Suv molekulasini elektrolizlab, gidrogen va oksigen hosil qilib, olam uchqishlarining nafaslanishiga ta'minlaydi. Gidrogen raketaga qochindi. Bu plan bo'lsa, bu oy sharining olam boshqidagi mayqachash punktiga aylanadiganligini darak berdi. Hozir Marsga borish uchun yer sharidan qochlangan may yiqilg'uningki eg'irligi raketa o'zining eg'irligining yarimidan ko'pragini eglaydi. Buning bilan ilib mengishga bo'ladigan uskuna va xodimlar nihoyat cheklik bo'ldi. Ammo keyin undan bo'lmaydi. Aldı bilan oy shari uchib berib, u yerdagi suvdan yiqilg'i yasab, maybakini to'shqizib, ondan yenik qurollanib davomli uchish bo'ldi. Uchish musofasiniki yarmini qisqartdi. Tannarxi 10 nechasi to'vallaydi degan gap. Marsga berish ko'p osonlashdi. Anglagan bo'lishinglar mumkin, Elon Musk yaqinda Marsga chiqish planidan voz kechib, oy sharida ba'zi qurishni planlayapti. Yuqori sabablar uning qarorini o'zgartgan deyishkin bo'ldi. Teg'im yomon bo'lgani, bu muzlar 0 dan 230 graduslik ozgalning ostida 4 milliard yil to'nglagan bo'lib, ichida pechatlangani qo'y sistemasi yangi barliq kelgan chaqdagi ibtidoiy model. Quyruqliq yulduz va kichik sayyorlar oy shariga so'qilganda ilib kelgan olam aslimlarining hammasi mushu muzga uchrangan. Uni tadqiq qilish bu olamni tushuntirish qo'llanmasini qo'lga olgan bilan barobar. Qo'ya sistemasininki bu vaqt altidagi ahvolni tushungili va ko'rgili bo'ladi. Hamma odam bu bexatarlik sanduqi talto'kis ichildi deb o'ylaganda Hindiston eng oxirgi ko'zini tashladi. Ular oy shariga bir quloq o'rnatib qo'ygan. Ya'ni odatdan tashqari sezgur yer tavrash va yer ovoz to'lqini sizish uskunasi. Bu uskunning ismi Elsa deb atalgan. Oy shari mashinasi to'xtab jim turgan chaqda ojiz tavrinishni his qilgan. Buni uskuna o'zgartirib chiqarmagan. Oy sharida o'zi harakat qilayotgan oy tavrinish mavjud bo'lib, oy sharini o'lik planet deb hukm qilishni uzilkisiz yo'q chiqargan. Bu oy sharining ichki qismida yana qoldiq issiqlikninki yanla asosda sovib qariyotganligini, xuddi asosda vijik almushupiga o'xshash asosda yemirlayotganligini tushuntirib berdi. Balkim yer sharining tortish kuchi oy sharini izchil tortib, oy sharining ichki qismining uzluksiz o'zaro surkilib issiqlik hosil qilgan bo'lishi mumkin. Mayli qaysi xil bo'lsin, hammasi oy sharininki talto'kis o'lmaganligini, uning yurkining yana ojiz so'qiyotganligini isbotlaydi. Bu bayqash bilan barliq injenerlar qaytadan hisoblashga boshladi. Biz har vaqt yer tavrash ehtimolligi bor joyda qarg'ular shahar qursak bo'lmaydi-da. Oldi bilan uning mijozini oydinlashtirib olishimiz kerak. Qayerning bexatar, qayerning geologik harakatchan balvaq ekanligini bilishimiz kerak. Ammo aks chiqib aytgan chaqda, agar oy sharining ichki qismida yana issiqlik bo'lsa, biz bu energiyadan foydalanib, yer issiqligidan foydalanib tok chiqara olishimiz mumkin. Kim oy sharida oy issiqlik orqali tok chiqarg'il bo'lmaydi deydi. Barliq bayqashlarni birlashtirib qaragan chaqda javob nihoyat aniq. U bir qog'oz o'lik tashma emas. balki xarobalikka aylangan boylik xazinasi deshkin bo'ldi. Bunda qurilish materiallari, raketa yiqilg'usi, tabiiy issiqlikdan saqlanish quvvati, 4 milliard yil pechatlangan olam xaritasi bor. Hatto ichki qismda yana foydalanishga bo'ladigan energiya o'chirilgan bo'lishi mumkin. Hindiston Amerikaning 10dan 1 qismiga yetmaydigan xomchotni ishlatib, eng xatarli joyda bu bexatarlik sanduqininki yo'chiqini ichib, yer shari, oy sharini tekshirish planininki vaqt jadvalini 10 yil oldin sugan. Har qaysi davlatlar vaqtni cho'qitib, chunki kim oy sharining janubiy qutbida avval yildiz tassa, shu olam boshlig'iga tutishadigan ochqishni egillagan bo'ldi. Oy shari oxirgi nuqta emas, balki boshlanish nuqtasi. U insonlarningki yer sharidan sakrab chiqishidagi tunji sakrash taxtasi hisoblandi. Undaqda Marsdan Yupiterga boradigan Sunamra, texim yiroq yulduzlar sistemasiga boradigan o'tang va ta'minlash punkti bor. Qarmoqqa odatdagi ko'rinadigan oy shari ostiga insonlarning kelgusi necha 100 yillik yashash asosi ko'milgan. Hindiston bu qatim oy shari ustida izlanmasdan, balkim butun insonlarga bu sirlarni aytib berdi. Bu bexatarlik sanduqininki bir qismi ichilib bo'ldi. Ichidagi narsalar bir-biridan sirtqa chiqib o'tadi. Endi keyingi masala bo'lsa, kim birinchi bo'lib sanduqni uyga yetib ketalaydi degan masala qoldi.
kelgusida oy shahridagi o'zalliklarni biz shu dunyo katibaşlarınınki qandaq talışırğanlığını yani ko'ribmi qolamiz. Oxirida sizdan so'raydig'ini, siz oyni tabiiy planet deb qaramsiz yoki uni sun'iy yasagan planet deb qaramsiz? Tabiiy planet bo'lsa, nima uchun biz ko'radigan oy shahrininki ustungi qismida meteorit so'qilishdan shakllangan ozg'onlar mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, cho'nqurlikqa o'xshash bo'ladi. O'ylaganlaringizni inkoslarni yozib qo'ying, birlikda o'rtoqlashaylik. Shunga o'xshaydigan turli sifatli filmlarni AI'ni ishlatish va har xil kovboy film, vaqalik filmni kasbiyatlarda surat ilish, ishlash, mang'uzishni o'rgangan bo'lib qolsa, shu film yo'linishi bo'yicha o'rgangan bo'lib qolsa, bevosita men bilan aloqalashangiz bo'ldi. 4-chi oylik darsimizga qatnashsangiz bo'ldi. Faqat onlayn soni olamiz, odam soni cheklik. Amsa qatqil bo'lgan daringizni bevosita yo'llab qo'yish orqali men bilan aloqalashangiz bo'ldi.